Tizzangizda og'riq bormi? Ko'p yurganingizda yoki zinadan chiqayotganingizda og'riq kuchayadimi? Ko'pchilik buni oddiy charchoq deb o'ylash mumkin, lekin bu jiddiy ogohlantirish bo'lishi mumkin. Bugun sizlarga tizzadagi og'riqning 5 sababini va ulardan qanday saqlanishni aytib beraman. Men Turdibek Bobur Saidovich, travmatolog ortopedman. Hozirgi kunda Hilol Hospital klinikasida faoliyat olib boraman. Tizzadagi eng asosiy muammolardan biri bu artrozdir, ya'ni tizzaning yemirilishi. Asosan bu 40 yoshdan keyin odamlarda uchraydi, lekin hozirgi kunda yoshlarda ham uchrab turmoqda. Asosan tizzada agar qitirlash yoki g'ichirlash hamda yengil og'riqlar paydo bo'lsa, sizda artroz belgilari bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi bu menisklarning jarohatlanishi. Menisklar ko'proq sportchilarda, og'ir yuk ko'tarayotganlarda yoki bo'lmasa noqulay harakat qilgan holatlarda uchrashi mumkin. Asosan meniskni ichki yoki tashqi menisklar jarohatlanadi. Bunda o'sha og'riq holati ham tizzaning ichki yoki tashqi qismida kuzatilishi mumkin. Tizza og'rig'ining 3-sababi bu yallig'lanish. Yallig'lanish ko'proq namgarchilikda ishlaganda yoki uzoq mehnat qilgan paytda kuzatiladi. Buni belgilari tizzada shish, mahalliy harorat aniqlanadi hamda tizzada og'riq kuchayadi. 4-sababi bu tanadagi ortiqcha vazn. Masalan, har 1 kilogramm ortiqcha vazn tanaga, tizzaga, ya'ni 4 barobar yuk bilan tushadi. Shuning uchun organizmda ortiqcha vazn ko'p bo'lsa, tizzada yemirilish jarayoni kuchayadi. 5-sababi bu noto'g'ri yurishdagi odatlar. Ya'ni bitta tizzaga ko'proq nagruska berish yoki noto'g'ri poyabzal kiyish bu tizzadagi jarayonni kuchaytirib, tizzaga noto'g'ri salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi eng muhimi, tizzani qanday qilib doimo sog'lom saqlash mumkin? Doimiy ravishda yengil mashqlar bajarish, to'g'ri poyabzal tanlash, harakatlar vaqtida e'tiborli bo'lish hamda tizzaga ortiqcha nagruska bermaslik. Agarda sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, darhol sog'lig'ingizga e'tibor bering. Modomiki vaqtida davolanish keyingi muammolarni oldini oladi. Videoyimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Hilol Hospital siz bilan.